Do'stlar, barchaga salom. Bugun biz sizlar bilan zalni endi boshlamoqchi bo'lgan yoki boshlaganlar uchun eng asosiy ishlaydigan programmani gaplashib o'tamiz. Bilamiz, ko'pchilik endi zalga borishni boshlaganda qanaqa shug'ullanishni bilmaydi. Ya'ni boradi, guruch shug'ullanadi, qo'l shug'ullanadi, mana shu jarayon qaytarilaveradi. O'sish ko'rmagandan keyin motivatsiyasi tushib zalni tashlab qo'yadi. O'shaning uchun bu narsani o'zim ham qilganman, bu xatoni, ya'ni nimani shug'ullanishni bilmasdan o'shanga eng ishlaydigan, qo'l keladigan programmani aytib o'taman. Xo'p, bu programma split programma. Eshitganmiz, juda ko'p programmalar bor. Full body, upper body, lower body, o'sha ya'ni tepa alohida, pastki qism alohida shug'ullanadi. Push pull legs. Yo'q, eng effektivnisi split programma. Split programma qanaqa? Bu haftada 3 kun, sharoitga qarab 4 kun ham qilish mumkin. Split programmada bitta katta guruh mushaklari va kichkina guruh mushaklari ishlatiladi. Bu qaysi? Ya'ni katta mushaklarga spina, orqa, oyoq va ko'krak mushaklari katta mushaklar hisoblanadi. Va ularga qo'shimcha ravishda kichik mushak guruhlari qo'shiladi. Bular qo'l, yelka, trapetsiya, press. Xo'p, birinchi kuni, ya'ni dushanba kuni spina, orqa va yelka mushaklari ishlatiladi. Bu nima uchun? Bilamiz, yelka, ya'ni orqa ishlagan kunimiz, spina ishlagan kunimiz, yelkalarimiz asosan yordam beradi. O'shaning uchun yelka bilan spina bir kunga qo'shilib ishlatiladi. Ikkinchi kuni esa, ya'ni chorshanba kuni, haftaning o'rtasida oyoq ishlanadi. Oyoqqa faqatgina trapetsiyani qo'shish mumkin. Nimaga? Chunki oyoq отдельно juda katta mushak guruh hisoblanadi va tanani yarmi ishlaydi oyoq ishlagan kuni. O'shaning uchun boshqa guruhlarni qo'shish tavsiya etilmaydi. Va oxirgi kuni, ya'ni juma kuni yoki shanba kuni ham bo'lishi mumkin. Uchinchi kuni, ya'ni ko'krak va qo'lni oldi orqasi. Nima uchun? Chunki biz ko'krak ishlagan kunimiz qo'limiz ancha yordam beradi va yarim tayyor bo'ladi o'sha shug'ullanish uchun. Va o'sha vaqtda biz grudga qo'lni qo'shib ishlaymiz. Shunda to'liq mushaklarimiz ishlaydi. Va mana shunda bir haftalik programmamiz kelib chiqadi. Endi zalni qaysi kunlari borishim kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bu ahamiyatsiz. Eng muhimi haftada 3 kun bo'lishi maqsadga muvofiq. Nima uchun? Ko'pchiligimizda ishimiz bor, o'qishimiz bor, boshqa bor, vaqtimiz bo'lmasligi mumkin. Misol uchun kimdir dushanba chiqa olmasligi mumkin, seshanba chiqishi mumkin. Пожалуйста. Chunki yozib qo'yilmagan dushanba chiqishing shart, chorshanba chiqishing shart deb. Muhimi o'sha 3 kunlik programma bajarilsa, deylik seshanba, chorshanba ishlanib, o'rtada payshanba ham dam olib, keyin juma kuni ishlash mumkin yoki dushanba, seshanba ishlab turib, chorshanba, payshanba dam olib, juma kuni ishlash mumkin yoki обязательно juma bo'lmasa, shanba kuni ishlash mumkin. Bu unchalik muhim emas. Va ovqatlanish. Ovqatlanishda boshida kaloriyani hisoblash, protein, oqsil, uglevodlarni hisoblash to'g'ri, sal qiyin hisoblanadi. Eng asosiylari bu bizga keraklisi oqsil. Oqsillar nima? Tuxum, go'sht. Aslida mana shunday oqsil bor. Agar sharoit bo'lsa, protein ichishingiz mumkin. Agar yo'q, sharoit bo'lmaydi desangiz, protein majburiy emas. Protein tuxumda ham bor, go'shtda ham bor. Go'shtdan asosiysi eng ma'quli tovuq go'shti. Tovuq go'shtining ham grudkasi. Keyin uglevodlardan grechka, makaron, guruch, ovsyanka. Mana shularni yeyish mumkin. Yana boshqa narsalar ham qo'shish mumkin. Zalga borish jarayonida o'rganib o'zingizga ma'qulini tanlashingiz mumkin va asosiylari mana shular. Yog'lardan eng ma'qul varianti olivkoviy yog'. Olivkoviy yog' testosteronni ko'tarishga ham yordam beradi, chunki testosteron asosan yog'dan iborat. Yog' bo'lmasa bizda energiya, ya'ni kaloriya yetishmagani tufayli energiyamiz kamayadi va zalga sustlashib qolamiz. Mana shular asosiy bilishlaringiz kerak bo'lgan narsalar, ya'ni boshlovchilar uchun. Men o'zim boshida dietasiz, hech qanaqa programmalarsiz shug'ullanganman va rezultat ko'rishim juda qiyin bo'lgan. Keyinchalik bu narsani o'rganib, trenerlarga shogird tushib, bu narsani o'rganganimdan keyin mana shu narsani sizlarga ham ulashgim keldi. Yana qanaqa savollar bor? Batafsil savollaringizni berishingiz mumkin. Batafsil qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Sardor, keyingi videolarda ko'rishguncha.